Assalomu alaykum barchaga. Dekoder jamoasining navbatdagi darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda oldingi o'tilgan komandalar va darslar yordamida mini proyekt taxlaymiz. Ya'ni bizning proyektimiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mashina sotadigan veb-sayt taxlaymiz. O'tilgan darslardan faqat. O'tilgan darslar bilan shuni taxlasa bo'ladi. Mana bu yerda bizda birinchi ko'zga ko'rinadigan navigation barlar, header bar, body barlar, mana bu yerdagi buttonlar o'zgarishi hammasi HTML CSS bilan bo'ladi. Rasmlar va mana shularni bugun tayyorlaymiz. Ona birinchi biz yangi fayl ochib olamiz. Bitta folder ochib olaman va bu yerda men yangi proyektimiz mini project deb qo'yaman. Bu yerda menga birinchi index.html style CSS kerak. Unda HTML da boshlaymiz. HTML da birinchi menga kerak bo'ladigan qilishtiraman. Mini project. Kodlar ko'pligi sababli videoni o'tkazib qo'yaman va oxirida source kodini ham beraman. Ya'ni shu veb-sayt qanday tuzilgani haqida kodlar bilan beraman. A few moments later. Thousand years later. Mana bu yerda veb-saytimiz tayyor bo'ldi. Endi natijasini ko'ramiz. Mana oldingi veb-saytda xuddi birga bir chiqdi. Mashinalar tushib bu rasmlarni men olgandim. Internetdan olingan bu rasmlar hammasi. Mana qilingan ish source kodini video ostida va Telegramda tashlab qo'yaman. Kanaldan uzoqlashmang. Yaqinda yangi video chiqadi. Hammaga rahmat.